Kanalimiz a'zolari, bugun 7-avgust 2025-yil. Hozir ishxonamizdan chiqquncha oziqalarni olgandik. Ushbu oziqalarni aynan yerni och qismini tanladik, chunki oziqani effektini, sifatini ko'rish uchun aynan shu narsani oldik. Va bu yerda 2 gektar maydonda o'rtadan, dalani o'rtasidan ushbu oziqani sepamiz. Shunda agat bilan agatni ham farqini ko'rsak bo'ladi. Oziqa sepilgan, sepilmagan dalani. Bu yerda hozir Amerikaning Setig rusumli kompaniyasini 64-30 gibridi ekilgan. Bu Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida Bardanko'l degan hududda ekilgan dala. Eng kech ekildi. Shunday bo'lsa ham gektariga 100 kilo selitra azotli o'g'it va 150 kilo fosfor bilan ekilgan holati. Hali oziqa berilgani yo'q. Endi mana kultivatsiya qilingan birinchi kultivatsiya. Endi ikkinchi kultivatsiya bilan gektariga 300 kilodan kam bo'lmagan azotli o'g'it beramiz. Va hozir aynan bargidan sepadigan oziqalarimiz mutlaqo yangi O'zbekistonga kirib kelishi. Bu oziqalar hosildorligini oshirishi, stressga chidamligi bilan juda katta ahamiyatga ega. Ushbu maydon Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumaniga qarashli Bardanko'l hududi. Amerikaning Setig rusumli kompaniyasi 64-30 gibridi bug'doydan keyin ekilgan silosga. 7-avgustda ushbu maydonda zararkunanda hasharotlarga qarshi preparatlar bilan birgalikda Turkiyadan kelgan yangi oziqani sinovini amalga oshirdik. Bugun 16-avgust holatiga ushbu preparatni o'simlikka ta'siri, o'zgarishini sizlarning e'tiborlaringizga havola etaman. Mana ushbu maydon preparat qo'llanilgan. Maydon. Qatorimizning bu tomonida qo'llanilmagan hudud. Ko'rib tursiz, qo'llanilgan hudud. Preparat oziqa tegmagan hudud. O'simlikni bo'yida, ko'rinishida ham, rangida ham farq juda katta. Ushbu preparat nafaqat makkajo'xorida, sabzavot ekinlari, poliz ekinlariga ham sinov amalga oshirildi. Ushbu holat makkajo'xori bo'yicha. Ushbu preparatning foydali tomoni, agar zararkunanda hasharotlarga qarshi preparat qo'llanganingizda qo'shsangiz ham bo'ladi. Juda yaxshi natija ko'rsatadi, chunki aminoasid ichida aminoasid birikmalari hosil qilingan, qo'llanilgan.